Biz bugün Oktanish gimnaziyasında bulduk. Cemaat bu iskitkiş, şok katmalı bir urun. Bu biz onu indi uzara icmak deb ayttık, çünkü balalarning okuları şartları, turu şartları, hem umuman alganda tradisiyalar, bu şunday milliy o'zak. Naq mana bunda bizning kelajagimiz o'qiy deb o'ylayman, chunki tatar muhitining kelajagi naq mana shu bolalarda deb o'ylayman. Men zo'r o'ngishlar tilayman sizga, ham kelajakda da uchrashirga nasib bo'lsin. Ayrim aytganda biz bir necha proyektni ko'rdik, bolalarni taqdim etdim. Ham menga endi kino bilan ham animatsiya bilan shug'ullangan kishiga olarak menga kompyuter o'yinlari bek yoqadi, ham animatsiya bir necha proyekt bo'ldi. Men o'ylayman, naq mana tatar tilida animatsiya bu gimnaziyada o'sish olacak, ham biz kelajakda hali shunday ijod jimishlarni ko'ramiz bu bolalarning. Bu hali birinchi topqir o'tkariladi, ham biz endi albatta zo'r umidlar bog'laymiz mana shu Milliy multfest festivaline, konkursga. Chunki naq mana bolalar tarafidan qiziqsinu bo'lar ekan, bo'lsa endi naq mana shu animatsiya bilan, kompyuter o'yinlari bilan milliy tatar tilida motorgina nimadir kelajakda bir texnologiyalarga yo'naltirilgan ham mana shu bosim bo'lsa, bu zamoncha texnologiyalarga qurilgan bir ijod bo'lar edi. Ham men o'ylayman, naq mana ijodga tatar tili bilan kirgan bolalar, ular kelajakda shu tatar tilini saqlab qoladilar. Shunga ko'ra biz endi bu festivalning kelajagini shunda ko'ramiz. Bütün rayonlardan tatar balalarin qiziqsindirib, animatsiya bilan, kompyuter o'yinlari bilan, kino bilan mana shu negizda ko'pgina bolalarni shu o'lkalarga olib keladi. Albatta endi agar shu bolalar davom etar ekan, o'zlarini shu professiya topa ekan, bu o'lkalarda bizning kelajagimiz bor. Bolalar umuman olganda endi bek talantli. Bolalar bog'chasidan ishlarini qaragach, biz endi yilmayib da qo'yamiz, chunki u shunday samimiy, soflik, ham shunday optimistik ruhda ishlangan aybirlar. Men haliga bir rayonda ayrim aytmasam, chunki hali bizning konkurs bor, hali bizning Oqtanishdan so'ng Buada bo'ladi, so'ng Qozon terisi rayonlar keladi Qozonga. Shunga ko'ra hali natijalar yasarga bek erta.